Yana bir gap, aziz muxlislar, bu gap ko'pchilikka emas, bir ikkita odamlarga tegishli. Avval ijodimni ko'rib chiqlaring. Instagram profilimga kirlaring, YouTube kanalimga kirlaring, ijodimni ko'r, keyin asta-asta fikr bildir. Har xil fikr yozmanglar deyapman. Iltimos sizlardan. Men videoga aytganman. Bir eshitib hamma muzikani chalib beraman. Notaga yo'qman, slow. Qobiliyatim slow. Не только viloyat, не только shahar. Butun planetam bo'yicha любой muzikani chalib beraman, negativlar. Planetam bo'yicha. Haymi? Mani asarimdagi har xil gap yozmanglar. Men o'zim javob beradigan joyga javob beraman. O'zi odami bor, tekshira oladi. Haymi? Sulh bo'yicha hamma narsa challayman men. Har xil gap yozib, kulib, kulgili narsalar jo'natib, hi 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 qilib, bu qo'lingdan kelsa sana ijod qilgin. Haymi? Qo'lingdan kelsa bir sohang bo'yicha omading bilsin. He. Kimdir musiqa bo'yicha qilsa, kimdir kurash bo'yicha, kimdir boshqa bo'yicha, kim to'garak bo'yicha. Bormi? Qo'lingdan keladigan ishing bormi? Qo'lingdan keladigan bir sohang bormi? Xalqqa namoyish qil. Har xil gap yozmanglar. Noto'g'ri bo'lsa ham aytinglar, kommentariyaga fikrlarni yozinglar. Bir bola ijod qilyapti. O'zini ustida ishlayapti harakat qilib. Bir xalqqa, oilasiga, bir vataniga foyda tegadigan ish qilib, bir kelajakda yaxshi inson bo'lsin deb harakat qilyapti. Sizlar qo'llashni o'rniga har xil gap yozyapsizlar. Kerak emas negativ gaplari. Agar men xato qilgan bo'lsam, yo bir noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsam, mayli aytinglar, kommentariyaga yozinglar. Qo'lingdan kelmaydimi, jimgina o'yinga o'tir. Telefoningni ko'rib, qo'g'irchog'ingni o'ynab, yo bekorchilikda multfilmingni ko'rib, nima qilishni bilmay. Haymi? Men negativlik qilmalaring, men o'zim bilaman. Yaxshi gap yozsang yoz, bo'lmasa yozma menga. Har xil gapni yozib, kulib, ustuna hey qilib, bo'lmaydi, nima bu? Men bekorchilikdan qilmayman, kelajagim uchun harakat qilyapman. Haymi? Qo'llaring kelmasa jim o'tirgan, iltimos sizlardan. O'zini musiqa vazirligi va boshqa bor, tashqi ishlar bor, hamma qaraydi o'zi. O'zini sohasi bor musiqani. Yuqoridagilar qaraydi, o'zi videodan topib tarqatsanglar, kim kerak bo'lsa, kimga keragim bo'lsa o'zi ijodimni ko'rib chaqirib oladi, qobiliyatim. Sizlardan faqat iltimos tarqatinglar, bu like, komment, fikrlarni yozinglar yaxshiroq, tarqatinglar. Ijodimni kim yoqsa, o'zi yaxshi mutaxassis musiqachilar va muzikantlar bor, o'zi tanlovlar ko'rib chaqirib oladi mana. Endi peshana Allohdan natijasi. Haymi, iltimos, ko'rolmaydigan qiliqlarni qilmanglar. Balki qayerdan bilasizlar, qachondir kuchayib ketsa, omadim bitsa, ijodim orqali yo'lini topib ketsam, betimga qaramay qolasanlar, negativlar. Yorib qolasanlar. Men chalaman, xohlagan muzikani chalaman. Hamma yo'lingga javob beraman. Aytgan gapimga javob beraman. Ijodim juda zo'r, kuchli. O'zimga chalaman, yordam kerak emas. Men o'zim Sulton Rahmatov kuyini chalaman, boshqa orkestr muzikani chalaman. Chopper, popper, bitcoinlar sal qiynalaman, chala tulpa bir qulab, lekin uncha yo'qman. Lekin chalib beraman Yamaha basdan chiqarib. Chalib beraman 50-60% ular. Notali kuylar, lekin boshqa любой artist kuyini 10gacha chalib beraman. Gap.